Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, navbatdagi mebelimizni uстановka jarayonini tugatdik. Bu mebelimizni Marhamat tumani Qashqar mahallasiga uстановка qildik. Xo'sh, akril materialda bo'ldi. Grey berilgan 360 joy, bo'yi 220 holatda bo'lgan. Kafellari mebel ichida 1 pogona metri 2.100.000 so'mdan o'sha 6.700.000 so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Gaz ichishdan tashqari mebel ichida. Xo'sh, mo'kamiz bor, ko'ruvchay, smeysitili, gel idishlari bilan bo'lgan. Xo'sh, sushilkasi bor. Qo'shimga soladigan patnusimiz bor. Xo'sh, shuruplar iziga tashab ketyapmiz. Ba'zi joylarni qilib qo'yganmiz. Sochiqlarga kulbalarimiz bor. Taychamiz bor. Doimiy ravishda mana shu narsalar mebel ichida bo'ladi. Bu xaridorlik texnikalardan tashqari metr narxini aytamiz. Xaridorlik tepasini o'rab ketilgan. Xo'sh, bu yerda aristoni bor. Xaridorlikdan ham bir qanotli eshik qo'shilgan, gazdan ham bir qanotli eshik qo'shilib, narsalarimiz qo'yilgan. Sushilkasi, rабочий zona, kafel mebel ichida bo'lgan, film tuslar qo'yilgan. O'chiradigan nikellarimiz bor. Xo'sh, chekasiga temirlarni qo'yib qo'yganmiz. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.